Bek Osiyoda Uyg'urcha taomlarimizni orasida mana shu morsay degan taomimiz bor. Buni ko'pchilik bilmas ekan, lekin oldindan kelib yeydigan gurmat mijozlarimiz bilishadi. Mana hozir Abdurazzoq shunaqangi chiroyli qilib tayinladi. Bu narsani bunda ahamiyat berib qarasanglar, mana tayinlanish jarayonlari, bularga tushayotgan masalan bolgarskiy, morsay, qo'zi qorini, olivkiy masala, kunjut yog'lari bilan shunaqa qilib tayinlaymiz. Xo'p, Abdurazzoq bu taomni qayerda o'rgangansan ukam? Bu taomni ustozimdan o'rganganman tayyorlashni. Ustozim Anvar aka o'sha eski shaharda Binket restorani bo'lardi. Chorsida o'sha yerda ishlagan ustozim. Chorsidagi Binketda birinchilardan bo'lib bizani rahmatli Abduvali akamiz povurimiz bo'lgan, shef povur 8 yil Bek Osiyoda ishlaganlar. Bu odam o'sha Binketda yurg'izgan odam bo'ladi. Ya'ni butun uyg'urcha taomlarni o'sha yerda chiqarib, bu inson nafaqat uyg'ur taomlari, balki milliy taomlarni ham eng professional ustozi desa adashmaymiz edi. Chunki Bek Osiyoda juda ham katta mehnatlari ketgan u insonni. Mana ular uyg'ur, o'zlari uyg'ur insonlar-da. Mana shu ashlanfud deysizmi, dapanji deysizmi, masalan morsay, bular hammasini maromiga yetkazib kelganlar-da. Mana qarang, o'sha bu shajaraga o'xshab, mana Abduvali akam, bu yoqda Anvar aka, san mana davom ettirishyapti-da. Chunki bu o'zidan o'zi bu hunar kelib qolmagan. Ana dietada yurganlar bor, juda kaloriyasi kam, lekin to'yimli ovqat. Bu o'zi immunitetni ham ko'taradi. Qo'ziqorin zo'r narsa. Buni biz mana shu bonfile go'shtlari bilan qilib beramiz. Xohlasanglar mana shu lamonni xamiridan qilib aralashtirib yesanglar bo'ladi. Xohlasanglar mana ganfan sifat qilib mana shu guruchlar bilan sizlarga tortiq qilamiz. Agar haqiqiy uyg'ur taomlarini his qilaman, ta'mini sezaman desanglar, Bek Osiyoga marhamat.